Shunday, ana. Sonni to'g'rilab qo'ying. Malades. Yaxshi. To'g'rilab qo'ying, sonni to'g'rilab qo'ying, xudo. Ana shuni qayerga qo'yamiz? Mana shu shaklda. Yo'q, qarang, qayerga qo'yamiz shuni? Yaxshilab qarang, diqqat bilan. Ana. Apraksiya. Bemor o'tmishda o'zi bajarib kelgan ko'nikmalarini ham bajara olmaslik holati. Bunda agnoziya, ya'ni xotiraning pasayishi va aqlni o'tmaslashuvi holati kuzatilmoqda. Bundan tashqari siz ko'rishingiz mumkinki, stereognoziya, ya'ni narsalarni shaklini ajratish qobiliyatini ham pasayish holati kuzatilmoqda. Va intellektni, kognitiv faoliyatni tekshirish uchun shu testni qilamiz-da biz. Hozir men sizga aytaman nima bo'lganligini bu xolamda. Yo'qmi? Qayerga qo'yish kerak xola shuni? Qayerga qo'yish kerak? Qarang, qayerga qo'yish kerak? Miyani zo'r ixtiring xola. Miyani zo'r ixtiring. Qayerga qo'yish kerak? Oling, mana buni qayerga qo'yamiz? Ana shu yerga qo'ying. Malades xola. Apatiya. Atrofga bo'lgan qiziqishlarning tobora kamayib borishi va ba'zan ularning yo'qolib qolishi. Bu holat turli xil kasalliklarda uchraydi va bu kasallikning oxirgi bosqichi, ya'ni asorati demensiya holatiga yetib kelganligini anglatadi. Bunday bemorlar agar yordam ko'rsatilmasa, keyinchalik hatto o'z tugmasini o'zi o'tkaza olmaslik holati. Uyidan turib, yotoqxonasidan turib, hojatxonaga borib kelish marshrutini esdan chiqarib qo'yishi, farzandlarini, nevaralarini, atrofdagi unga yaqin bo'lgan insonlarning ismlarini ham esdan chiqarib qo'yish holati kuzatiladi. Bemor nima qilayotganini tamomila anglamay qoladi va bu narsa starchеский marazm deyiladi, ya'ni keksalik marazmi deyiladi. Bunday bemorlar o'tirgan o'rnida peshobini chiqarib, o'tirgan o'rnida axlatini chiqarib, shu axlati va peshobiga bulanib o'tiraveradi. Bu ularga hech qanday diskomfort tug'dirmaydi.